Max Tuning jamoasi sizlar uchun avtomobillarni navrot qilishdan, tuning qilishdan charchamayapti. Yana bitta Cobalt avtomobilimiz tayyor holatda qilingan ishlarni ham obzor qilib olamiz xudo xolisa. Xo'p, bu Cobalt avtomobilimizga birinchi navbatda tablo, rul, bar, start stop, Magicar, monitor, steniga chexol, polik hamda eshigidagi obshivkadagi material частlarni kojinli qilib, полный salon black piano qilib, yana premium klassda shum izolyatsiya qilib qo'yganmiz bu avtomobilni. Endi birma-bir ko'rsatib, sekin obzor qilib beramiz. Qisqacha qilingan ishlarni aytib o'tdik. Endi detalni to'xtalib o'tamiz. Mana shumkalari premium mahsulotlardan foydalangan holatda premium klassda shumka qilingan idealni chiqqan. Cobalt avtomobillar uchun juda ham kerak, bilasizlar. O'zicha bir yomg'irda ham yurib bo'lmaydi, taqir qurib ketadi tomlari, issig'ida-ku вообще o'tkazib yuboradi ichiga. Termizatsiyalari ham bo'ladi komplektda, xudo xolisa. Germetizatsiyasini ham qilib beramiz. Suv o'tadigan joylarni hammasi shumkan komplektda yopib tashaladi. Tayyor holatda kopto bo'ladi. Mazah qaydaysizlar, xudo xolisa. Xo'p, mana shu eshigidan boshlab obzor qilamiz. Bu salon black piano komplektda eshigidagi stiklopodiyomnik ramkasi, ruchkani atrofi, kolonka setkalarining cheti bo'lgan black piano. Eshigidagi materialli chasti bo'ladi 4 ta, hammasini kojinli qilib berganmiz, bir xil qilib. Bu ham tayyor holatda. Bu yog'iga mana Aurora koji ishlatildi. Torpedkamizga Aurora ishlatilganligi uchun bu ham kombinatsiya bir xil chiqdi. Salon podsvetka oq rangda bo'ldi. Shumkani komplektdan ularni karpet ham qilib qo'yganmiz. Xo'p, полный salon laminatsiyasi bo'lgan. Undan keyin xo'p, BMW X7 dizayndagi sidena chexollarni taqib qo'yganmiz. Qaranglar, turishi juda ham idealni. O'rtalari bu nemetskiy material bo'ladi. Sal qizil ottengasi bor. Chetlari koji. Bu material bu Xitoydan yoki Turkiyadan kelmaydi. Shu nemetskiy, Germaniya o'zidan keladigan material. O'shaning uchun ham narxi qimmatroq deyishinglar mumkin. Narxiga yarasha narsa, xolisi. Xo'p, rulimiz Malibu 2 original rul. Juda ham ko'p qo'yganmiz, obzor qilib berganmiz. Cruise control ishlaydi, mana shu 4 ta knopkasida. Qaranglar, bunga avarinka to'lab berganmiz. Bu signal. Dalni ham bo'lsin dedilar, mana shu bo'sh joyini ham bosiladigan qilib, dalni migat qiladigan qilib qo'yganmiz. Orqa lepistoklari shularni o'tkazadi, oldiga orqaga oladi. Bu yog'i gromkostga ovoz baland past qiladi, bezzuk qiladi. Bu telefonni ko'taradi. Shu Malibudagi funksiyalar ishlaydi. Mana 5 ta knopkasi tabloni nastroykasi uchun ishlaydi. Tepaga pastga, o'ngga chapga, OK zbros. Mana shu 5 ta bilan tablo boshqariladi. Bu tablo Equinox avtomobilining original zavodskoy tablosi hisoblanadi. Glavniy ekranda qaranglar, soat ko'rsatadi displeyda, tezlikni, zapravkagacha qancha qolganini, probegini. Undan keyin informatsion displeyga o'tsak bo'ladi. Bu yoqda ham hamma funksiyalarni yoqib qo'yganmiz, performance funksiyalari yoqilgan. Ko'rasizlar.